Sergelini 5 yulduzli mahallasiga kelganmiz. Qadrdonlar, mahallani o'zingizlar ko'ryapsizlar. Yon atroflarimizda umuman eski uchastkani o'zi yo'q. Hammasi shu yaqin 4-5 yillikda qurilgan yangi uchastkalar. Shokirariq mahallasiga kelganmiz. Mana marhamat, yon atrofdagi qo'shnilarning uyini ko'ringlar. Hop, esingizda bo'lsa, bir oycha oldin mana shu uyimizni reklama qilgan edik. Buni baylashib, savdo qilgan odam pulini o'z vaqtida qilib bera olmagan. Hozir endi akamizga pul zaril bo'lgani uchun yana qaytadan chiqaryapmiz. Video davomida men narxini ham aytaman. Kelinglar, proyektni yana bitta sizlarga tanishtiraman. Ketdik. 2,5 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan uyimizda kiraverish katta yopiq naves binoga qo'shib yuborilgan. Endi bu yoqda turgan narsalarga ahamiyat bermaysizlar. Ozgina qarovsiz qoldirilgan. O'ng tarafda yashil hududi. 2 qavatli imorati, buni ham yerto'lasi yaxlit qilinganda 390 kvadrat metr kattalikda bo'ladi. Umumiy hisobda 6 ta xona, bitta hol va 2 ta sanuzildan iborat. Mahallani ko'rdinglar, uyimizning sharoitlarini ko'rdinglar. Uy egalari haqiqatda hamma narsani zo'r qilib qurib qo'yishgan. Endi ozgina ishlari qolgan. U yog'ini endi o'zingizlar bitirib olasizlar. 1 oy oldin 180 ming dollarga chiqarganimizda shu taxminan bir haftaning ichida 170 necha minggadir baraka bo'lgan ekan. Hozir akalarimizni naqd puli bor odam kelsa 173 ming dollar bersa bo'ldi, beraveramiz deyishyapti. Qiziqqanlar har doim quruvchilarning egalarining nomeriga aloqaga chiqaverasizlar, pastda yozib qo'yamiz.